Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men o'sha Umidjon Ne'matov. Bugungi videoda biz shaxmatda osongina narigi jamoani mod qilishni o'rgatamiz. Bu juda ham oson. Birinchidan to'g'ri yurib olasiz piyodani va siz mana shu filni ana shunday qilib yursangiz, keyin esa siz farzini shunga yursangiz bo'ladi. Lekin siz bunday qilmang. Chunki agar siz shax bermoqchi bo'lsangiz, bu qochiradi va keyin siz bo'lmaysiz. Shuning uchun biz videoni to'xtatib davomini ko'ring. Biz burishdan yana boshladik. Biz yana filni shu yerga yuryapmiz va endi biz yana bir tadqiq etardik, xato bo'ldi. Yana yurimiz, ot yurdi. Boshqa xato bo'ldi. Endi yana qayta yurimiz va to'g'ri qildi. Endi esa filni o'sha yerga yurimiz va ferzni ana shunga qo'yib, keyin bitta bossak, tamom, mod next level. Ana shuni bosib o'ynashingiz mumkin. Chunki agar bu ruhda olinmaydi, chunki anaqa fil turibdi. Farzini olishi to'sqinlik qiladi. Shuning uchun hech kim filni ola olmaydi. Shunday qilib mod qilish tugadi va biz keyingi videoni boshlaymiz. Keyingi video emas, shunchaki keyingi o'yinda. Uzr, endi nosozliklar bo'ldi. Juda ko'p nosozliklar bo'lyapti. Uzr, iltimos. Va biz keyin shaxmatda boshladik. Mana shuni yuramiz va keyingisi mod qilish qandayligini bilamiz. Lekin mod qila olmasak ham mumkin. Qaytib o'ynaymiz, xato qilib qo'ydik. Endi biz yana o'shani shu yerga yuramiz va biz keyin esa mana filni bu yerga yuramiz va biz mana shunday qilib orqaga qaytaramiz. Chunki bu olib qo'yishi mumkin-da. Shuning uchun orqaga qaytaramiz va yana shu yerga yuradi va biz kutib turamiz va bilarkan deb. Endi qayta joyimizga kelamiz. Bu iflos olmay o'ynadim desam, afsuski olib qo'yadi-chi, menimcha-da deb o'ylasam, olib qo'ymayapti hali. Olib qo'ydi mana. Bo'rini yo'qlasa quloq ko'rinadi deganlari rost-da. Shuning uchun bo'rini yo'qlamay quloq ko'rinadi. Keyin buni qochiramiz va shunday qilib yana ketaveramiz va mod qilamiz desam, mod bo'lmadi. Farzini olib qo'ydim, uni ham farzini olib qo'ydim. U kalla bara olmayapti meni hech nimamni. O'tib qo'ymaganmi, men bot bilan o'ynayapman shekilli. Botski bot ekanini o'zi ham ishoninglar. Zo'r bot ekan. Sizlar ham o'ylab ko'ringlar. Bu juda zo'r mod qilish usuli bo'ladi. Bu juda oson mod qilish usuli. Sizlar ham buni sinab ko'rishingiz mumkin. Albatta, biz to'rasini olamiz. Albatta bu usul ish beradi. Va biz to'ramiz qochiramiz. Keyin esa filni olib qo'yamiz. Va keyin esa filni olib, ya'ni piyodasini olib, ruhimizni chiqaramiz desam bo'larkan. Va biz buni bu yerga yuramiz, uni bu yerga yuramiz, biz buni bu yerga yuramiz, shax bo'ladi. Keyin esa buni yura olmaysiz, chunki ot olib qo'yadi. Shuning uchun otni yoniga yuramiz. Va biz buni bu yerga yuramiz, keyin esa olamiz va bizni to'ramizni olib qo'yadi. Shuning uchun biz yurmaymiz. Va biz orqaga qaytaramiz albatta. Buni yuramiz. Qaysini yursam ham bo'ldi topdim. Men buni yurayman, keyin olaman, keyin shax beraman. Shax beraman, ketdim men. Xo'sh, uzr, mana shuni yuramiz. Endi biz to'ramizni olmoqchi. Biz ham bunga yo'l qo'ymaymiz. Chunki biz to'ramiz juda zarur. Keyin esa buni olamiz va endi esa yana bitta yuramiz. To'ramizni olib qo'ydik plus. Xo'p, mayli oxirigacha yuramiz. Va biz buni bu yerga yuramiz desam qaytaramiz. Va biz buni bundachilikka ya'ni buni yuramiz va biz to'ramizni qochiramiz. Chunki to'ramizni olib qo'yishi mumkin. Shuning uchun to'ramizni qochirdik va to'rasini olishga harakat qilamiz. Bizda ham bitta to'ra, unda ham bitta to'ra. Bizga foyda, unga zarar. Afsuski buni ditga mod qila olmadim, chunki qiyin bo'ldi-da, uzrda edi. Qiyin bo'lgani uchun qila olmadim.
Agar video shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, like va obunangizni bosib qoldiring. Bu siz uchun qiyin emas-ku, biz uchun esa maroqli. Unda biz davom ettiramiz videoni. Biz olmaymizmi, olamizmi? Yo'q. Orqaga qochiramiz va buni bu yerga yuramiz. Keyin buni olamiz. Olmayman. Xo'p, mayli. Keyin esa filmni olaman. Oddiy yo'qotish kerak. Mayli, oddiy yo'qotmaymiz. Keyin esa ikkinchi fazga chiqishim kerak. Hozir men ikkinchi fazga chiqishim mumkin. Biz buni bu yerga yuramiz, pozvanit qilamiz, pozvanit. Ololmaydi chunki bu bor. Biz otini olamiz va keyin esa shunday qilib davom ettiramiz. Va biz buni bu yerga yuramiz va u qochirdi. Qo'rqdi menimcha bizni. Biz zo'ravonlarmiz-ku. Shuning uchun birinchi farziga qaytib olamiz va detishga qilib ko'rsataman sizlarga hozir. Buni bu yerga yuramiz, bularni esa qochirishimiz kerak. Keyin esa buni ham qochiramiz va uchinchi farzni qilib qo'yamiz. Ikkinchi farzni ham olishimiz shart. Agar olmasak bo'lmaydi. Ikkinchi farzni va biz bitta yursak ikkinchi farzga ega bo'ldik biz bilan yuramiz va drama bo'ladi. Chunki qaranglar, bunday ham yurib bo'lmaydi, bunday ham yurmaydi. Va biz video tugatamiz. Video shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz like va obuna bosib qoldiring.